Oladimi? Ha, o'laman o'tamdan. Sen olsang roziman. Hoppa. Olasan, ha, o'g'lim? Ana. Xotiningga pulni top qolgan edi. 32 dan qolganini. Hozir 33 million beraman, qolganini keyinroq beraman. Mayli o'g'lim. Qolganini qachon berasan? Paldenlik kungacha berasan? Ko'ramiz. Tushunsa, hozir 33 millionni beradi, qolganini paldenlik kuni o'ylab ko'radi. Qo'l tashla akangga. Tashla akangga qo'lda. Rozimisizlar? Rozimiz? Ha, o'laman o'g'limdan. Omon bo'l. Zo'r savdogar bu iloyim. Halol savdogar bu. Hech kim so'rayapti. Polni kraska deyapti-ku. Hech kim so'rayapsiz? Ye. Ha, nima bilan aytyapsiz? Juda baland aytyapsiz. 5 million qo'chiring, 10 million qo'chiring. Polni kraska 2009 lastikdan pulga olmaydi-ku. Qarang, 25% kraskasi bor. Yoki kelishtirib aytavering, bunday baland aytmang. Gen chiqadimi? Gen chiqadi. Soch ko'ngil bo'lsa kelishtirib ayting. O'g'lim, bitta kapotni yopay. Xo'p. Nima qilding qolganini? Uylandim deysan? Ariston o'rtirdim qolganlar. Ariston, uyga suv chiqdimi? Shirin suv chiqdimi? Cho'milatganmi chiqsa? O'laman o'zim. Sen hozir o'ylaysan o'g'lim, akang eshitmadi o'ylaysan shu gapingni. Akang ham odam eshitdi. Balam hozir beradi shu akang ham. Shu bala lasetni olaman deb yuribdi. Qarang turishini, shu bala olaman deb yuribdi. Gapini eshitdingiz-a? Eshitdim. 32 million pul qoldi. Uyga ariston urdim. Bayag'i xotinga ketibdi anchasi deyapti. Tushundingizmi gapini? Xotining ham produkt olib keling deyaptimi? Nech bilasiz? Kelishtirayotgan olaman mayli. Nek. 2009 polni kraska. Bir narx aytaman. To'g'ri kelsa bering olaman. 35 million bo'lsa qolsin olib qolaman. Dangal bering. Lekin 35 dan baland. Ko'nglingiz ichib bo'lsa 40 edimi? Ani ochiq. Baland paroz gap kerak emas. Mayli kimdir oladi. Yo'q, 40 ham deng. 45 ga hali o'shan olishmayapti 11 da. Borib ko'rib keling. Beraman deng, beraveraman. Mayli aka, qarang, bitta guringda 40 dan pastga bera olsangiz olaman. Mayli. Yurmayman bas, yuraman. Xo'p aka, mayli. Lekin 40 ga ola olmayman. Chin-chinaga ola olmayman. Bugun juma kuni, yaxshi kun. Men xudoyli guring, pul qo'yib sotadigan kunim emas bugun. Birov majburlab bersa ham olmaydigan kunim. Aka, lekin insof sar. 40 dan pastga bera olsangiz olaman. Siz aytayapman, hech bo'lmasa 40 o'zi ko'nglingiz. Hech bo'lmaganga-da, lekin bir narsa 40 ga baland. Bitta shundan so'rab ko'ray, qanday daring? 40 millionga ola olasizmi? Bersalar, ola olmaysiz. Xotiningga yo'qmi? Xotinim yo'q. Ye? Hali uylanmadingmi? Sen o'sha kun uylanib ket dedim-ku. Ay, emlantadan yo'talsan, addingni o'tibsanmi hali? Sen yaxshi ko'rishmagan-da. Shunday aka endi undayda. Mayli aka, olaman. O'z qo'shniyatim o'lib qoldi hozir. Mashina bittayni ko'rib o'zim. Bir ko'rib chiray dedimki, tiniq sepilganmi deyapman, qolgan joylari ham dadil sepilgan ekan. To'g'ri sepmagan. Bitta joylarni ishlab berish kerak, kirlarni boshdan tepish. Mayli, qolsa qoldi. 37 millionga qolsin, old orqasi butunlik uchun olaman. Olish niyatim yo'q edi, lekin 35 ga qo'shish. Bo'lsa bering 37 ga qolsin. Sizniki emas, bizniki emas. Bunday ertaga qoladi-ku. Ertaga qolsa o'zi 38 ga aylanadi. Shu kunga 37. Ertaga men ham o'zi 1 million qo'yaman. Lekin 38 olib 39 deya olmayman bu mashinada. Ishoning, juda uyalaman aytishga. 1 millionlik hech narsani o'zgartirmaydi. Lekin baland olaman, bilolman. 37 bo'lsa qolsin tavakkal olaman. Baraka. Oladimi? Ha, o'laman o'tamdan. Sen olsang roziman. Hoppa. Olasan, ha, o'g'lim? Ana. Xotiningga pulni top qolgan edi. 32 dan qolganini. Hozir 33 million beraman, qolganini keyinroq beraman. Mayli o'g'lim. Qolganini qachon berasan? Paldenlik kungacha berasan? Ko'ramiz. Tushunsa, hozir 33 millionni beradi, qolganini paldenlik kuni o'ylab ko'radi. Qo'l tashla akangga. Tashla akangga qo'lda. Rozimisizlar? Rozimiz? Ha, o'laman o'g'limdan. Omon bo'l. Zo'r savdogar bu iloyim. Halol savdogar bu. Aka, gen chiq ekan, doktorning mashinasi ekan. Asist turgan, lekin bitta yaxshi tomoni bor. Oldi, orqasi bus-butun turibdi. Tushundingiz? Udari yo'q. Ha, yengilgina asist qilgan, prosta usta yaxshi bo'lmagan, yaxshi sepib bera olmagan. Bu mashina udari yo'q. Udari bor mashina ham xuddi udari bor mashinada sepib berganda. Bu mashina udari yo'q lekin asliga. Chiroyli sepsa hamma detal o'ziniki. Chotga chiqish kerak-da. Endi ustaning sal arzonida. Bitta parobga qilasiz, bitta yeydi, ustini ochadi. Apelsinini oladi-da. 37 millionga oldim, 37 millionga sizga o'tdi. Buva bilan nima bola? O'tib ketishganmi? Bo'lmasa bir duo qilib qo'yasiz. Xo'p, dasturxonni boshlaylik. Aka, rozi bo'lasiz. Omon bo'ling. Charchamang, yaxshi kunlar ko'rishaylik.